Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugungi darsimiz shart operatorlari. Shart operatorlari misol uchun eng oddiy koddan boshlaymiz. Oddiy o'zi hayotiy aytadigan bo'lsak, sizning yoshingiz 18 dan oshganmi? Oshgan bo'lsa siz voyaga yetgansiz degan gapni kod shaklini yozib ko'ramiz. Men oldindan yozib qo'yganman. Vaqtni tejash uchun shu kodni yozib qo'yib sizlarga tushuntirib beryapman-da. Oddiy yo'l bilan, oddiy usul bilan. Birinchi dastur kodimiz start. Siz voyaga yetgansiz. 18 yo teng bo'lishingiz kerak, yo katta bo'lishingiz kerak. Voyaga yetgan bo'lishingiz uchun. Bu birinchi kod. Oddiy if. If degani o'zi agar siz 18 yoshga teng bo'lsangiz yoki 18 yoshdan katta bo'lsangiz, yoshingiz siz voyaga yetgan bo'lasiz. If ishlash shakli shunaqa bo'ladi. If agar shartni tekshiradi birinchi. Endi else ham shunday. Else holati, else emas, else holati. Misol uchun oddiygina sonni juft yoki toqlikka tekshirish. O'zi else ham xuddi shunday. Agar degan ma'noni beradi, lekin oxirida ishlaydi. Nimaga deganda if уже hamma shartni tekshiradi. True hosil bo'lmasa, else holatga o'tadi-da, elsedagi javob chiqadi. Misol uchun 5 toq yo juftlikka tekshirish bo'lsa, 2 ga aniq bo'linadi. Qolsa toq bo'ladi. Else holati ishlaydi. Boshda if tekshiradi hammasini. Qolsa toq son chiqadi, lekin qolmasa juft son chiqadi. Shuni kodi oddiygina sonni juft yoki toqlikka tekshirish. Tekshirib ko'ramiz. Toq son. Bu if ishlamadi, else holati ishladi. Nimaga deganda, уже bu shartni tekshirib chiqdi. Agar sonimiz 2 ga bo'lganda qolmasa juft son bo'ladi dedi. Lekin qoldi. Bir qoldiq qoladi-ku 2 ga bo'lganda. O'shaning uchun if уже shartni tekshirib chiqdi. Lekin u aytganday o'sha bir qoldiq chiqmagani uchun else holatidagi toq son bu deb chiqib turibdi natijada. Keyingisi if va else, elif birgalikda ishlashi. Elif ham shunday, hammasi agar degan ma'noni beradi. Aks holda yoki shunaqa deb olib ketamiz. Kodni tekshirib ko'ramiz. Yaxshi deb chiqdi. Elif holati ishlaydi. Nimaga deganda, boshida if hamma shartni tekshirib chiqadi. If tekshirib chiqqandan keyin else holati tekshiriladi. Elif holati tekshiriladi. If holati tekshirilib bo'lgandan keyin elif tekshiriladi. Elifda 4 ga tengmi baho? Yaxshi deb chiqdi. Baho 3 ga teng bo'lsa qoniqarli bo'lib chiqdi. Yoki else holatida yiqildi deb chiqadi. Bu if holatida true qaytarmadi. Nimaga unda else holati chiqib yiqildi degan chiqmadi desangizlar, elifda baho teng 4 degani bo'lgani uchun elif tekshirdi, keyin oxirida else tekshiradi. O'shaning uchun javobda yaxshi baho chiqdi-da, yaxshi baho berildi. Keyingisi ichida shart bajarish. Misol uchun hozir shu kodni tushuntirib o'taman. Misolni tekshirib o'taman. Dastur kodini tekshiramiz. Musbat juft son deydi. 10.
musbat yoki son birinchi ifda, birinchi shart bajarishda sonni musbat yoki manfiylikka tekshiryapti. 0 dan katta bo'lsa musbat deb chiqar yoki manfiy deb chiqar. Musbat juft son. Ikkinchida if son juft bo'lsa 10 ni 2 ga bo'lsangiz qoldiq qolmaydi-ku. O'shaning uchun juft son deb chiqaryapti. Bu ichida shart bajarish. Misol uchun 0 dan kichik desak shuni. 0 dan kichik desak qanday javob chiqardi? Musbat manfiyga aylanadi. Nimaga deganda, bu 10imiz 0 dan kichik bo'lgani uchun manfiy son chiqyapti. Endi o'tgan darsda o'tgan input kiritishni ham ko'rib o'tib ketamiz. If shaklida qanday ishlaydi, nimalarga ahamiyat berish kerak. Tekshirib ko'ramiz kodni. Yoshingizni kiriting. Yoshingiz if misol uchun 18 dan katta yoki teng bo'lsa, kirishi mumkin. Qayerga? Yosh chegarasi o'sha voyaga yetganlar bu joyga kirishi mumkin, ko'rishi mumkin, yo bir nima qilishi mumkin degan paytda o'sha narsa siz o'z yoshingizni kiritganingizda, siz kirishingiz mumkin. Yo'q, agar sizning yoshingiz 18 dan kichik bo'lsa, kirish mumkin emas degan yozuv chiqadi. Biror bir saytga kirasizmi yoki bir nimalarni ishlamoqchi bo'lasizmi? Pasportga topshirmoqchimisiz yo bir nima qilmoqchimisiz? Voyaga yetgan bo'lsangiz yoki 18 yoshga teng yoki katta bo'lsangiz, shunaqa kod yozilsa, bu joyda input int tipida kiryapti. Tekshirib ko'ramiz kodni. Tekshirib ko'ramiz kodni. Yoshingizni kiriting. Yoshim misol uchun 10, meniki 23 ta. Kirish mumkin. Mening yoshim katta bo'lgani uchun birinchi if tekshirildi, shart tekshirildi. Agar 18 dan kichik bo'lganida else if holati ishlamasdi-da, else holati kirish mumkin emas deb chiqqan bo'lardi. Oxirgi kodimiz bu qisqa qilib yozish. Professional dasturchilar shunday qilib yozadi. Talk. Sonni natija degan kirituvchiga juft deb ester ko'rinishda yozib oldik va if sonni shu joyning o'zida tekshirib oldik. Natijani printga chiqarib qo'yaverdik. Talk chiqdi. Bugungi darsimiz shart operatori. Shu mavzu bo'yicha topshiriqlarni bajarib, qisqa, oddiy, sodda ko'rinishda shart operatorlarini tushuntirib o'tdim. Keyingi darslarni kuzatib boring.